Nabiy sallallohu alayhi va sallam kishilarni bir-birlariga yordam berayotganligini ko'rsalar, rosa ham xursand bo'lardilar. Hatto bir safar Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ning qavmlari bo'lmish Ash'ari qavmini maqtagan ekanlar. Ash'arilar shunaqa bir yaxshi qavmki, agar ularda bir urush bo'lib, ayollari tul qoladigan bo'lsa, farzandlari yetim bo'lib qolsa, yoki ularning orasida bir kishi kambag'al, bechora bo'lib qoladigan bo'lsa, ya'ni ta'minotga qiynalib qoladigan bo'lsa, Ash'arilarda hammasi to'plaganini o'rtaga tashlaydi, o'rtaga taqsimlaydi. Men ulardanman, ular mendandir degan ekan. Ash'ari qavmini Rasulimiz alayhissalom mana shunday maqtagan ekan. Ya'ni ular yetim parvarliklarini, ular bevatul ayollariga yordam berayotganliklarini, ular qiynalib qolgan oralardagi insonlarni shunday tashlab qo'ymaganliklari uchun ular mendan deyaptilar Rasulimiz alayhissalom. Musulmon kishi boshqa bir musulmonlarda dardi bilan yashaydi. Boshqa bir musulmonga bir talofat yetdi, uyi yonib ketdi, qarzga botib qoldi, ishlari yurishmay qoldi, yana qanaqadir kasallikka chalindi. Beparvo qarab ketayotgan bo'lsa, bir iymonimizni bir tekshirishimiz kerak. Mahallamizda bir yetim oila bor, qiynalyapti, gaziga, svetiga, suviga qiynalyapti, maktabiga qiynalayotganligini bilib turibmiz. Oila bo'shamayapti, shuni bilyapmiz. Shuni bilib turib yashayotgan bo'lsak, iymonimizni bir tekshirishimiz kerak deydi. Haqiqiy musulmon o'zgalarni bir dardi bilan, tashvishi bilan yashar ekan.